Okay. So, demak bugungi mavzumiz reading and listening preparation deb nomlanadi. Ya'ni reading and listeningga qanday qilib tayyorgarlik ko'rish kerak. Xo'p, endi bolalar bu narsa birinchidan aytib o'tishim kerak. Hech qanaqa shortcut, ya'ni qisqa usuldan boradigan nima deydi? Bir savollarni ishlash usuli emas. Bu narsa aytaylik haqiqiy to'g'ri praktika qilish usuli. Qo'pol qilib aytganda. Xo'p, birinchi o'rinda bolalar reading and listening preparationni bilib olishlaring kerak. Mana hozir. Xo'p. You have to make progress, not solely practice deb yozyapman. Ya'ni sizlar bolalar hozir o'rganish jarayonidasizlar. O'rganish jarayoni. O'rganish jarayoni degani, ya'ni sizlar nima deydi? Faqatgina praktika qilib bilimlaringizni sinash bilan cheklanib qolmasliklaring kerak va o'rganishda nima deydi? O'rganayotgan paytda shu bilan birga progress ham qilib borishlaring kerak bo'ladi. Xo'p, bu narsani nimaga aytyapman? Chunki qaranglar, hozirda ko'pchilik, masalan, qarang, faqatgina reading and listening savollariga nima ishlaydi? Masalan, vaqtga qo'yib ishlaydi-da, ishlab bo'lgandan keyin prosta tekshiradi. 40 tadan, допустим, 20 ta, 40 tadan 18 ta, 40 tadan 30 ta chiqadi, bo'ldi. Mashta to'xtaydi. Bu narsa bolalar, bu narsa practice deb nomlanadi. Faqat reading listening ishlab qo'yib, prosta balini ko'rib olish. Lekin sizni bolalar qilishingiz kerak bo'lgan narsa progress. Ya'ni progress degani bu nima? O'sish qilishingiz kerak. Ya'ni birinchi o'rinda bolalar eslab qolinglar, sizlar praktika qilayotganda qilishlaring kerak bo'lgan narsa ham readingda, ham listeningda work with materials without time limit. Ya'ni materiallar bilan ishlanglar, nimasiz? Time limitsiz. Ya'ni vaqtga qo'ymasdan ishlashlaring kerak bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni bu nima degani? Masalan, readingga 1 soat emas, aytaylik 1 soat u 40 minut ketar, 1 soat u 20 minut ketar. Farqi yo'q. Siz bu narsadan xavotir olmang. Tushunyapsizlar? Ya'ni ba'zilar o'ylaydi-da, men 1 soat ishlashim kerak. Yo'q, bu narsa bilan ish bitmaydi. Siz hozir 1 soatda ishlay olmayapsizmi? Polnisi readinglarda. Demak, sizga ozgina vaqt kerakmi? O'sha vaqtdan foydalaning. Hozir foydalanmasangiz, imtihonda foydalanmay qo'yaverasiz. Nima deydi? Imtihonda 1 soat bo'ladi, to'g'ri. Lekin imtihondan tashqari siz o'rganish jarayonidasiz-ku. Learning processda bu narsani qilsa bo'laveradi. Okay? Ya'ni siz vaqtdan mana freesiz va bundan tashqari masalan siz foydalanishingiz mumkin. Can use, qarang, dictionary deyapman. Masalan, lug'atdan foydalanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam qanaqadir grammar structuredan foydalanishingiz mumkin. Tushunyapsizlar? Ya'ni grammatik strukturani tushunmay qolyapsiz, o'shani ko'rib o'rganib ketishingiz mumkin. Ya'ni bu degani, qarang. Do everything, ya'ni to maximize your score in preparation. Siz preparation jarayonida scoringizni maksimallashtiruvchi xohlagan любой ishni qilib ko'ring. Mana lug'atdan foydalansangiz bo'ladi, vaqtingiz bemalol. Grammatikalarni ko'ryapsiz, kerak bo'lsa kim bilan maslahatlashib oling orada. Nima qilishingiz farqi yo'q. Atak maksimal natijaga erishsangiz bo'ldi. Tushunarli? Undan keyingisi bolalar, qarang, undan keyingisi after finishing your test, mana testingizni tugatdingiz, masalan aytaylik siz example beryapman. Siz Cambridge 13 da aytaylik test turini ishladingiz. Test turini ishladingiz va uni tugatdingiz. 1 soat u, допустим, aytaylik, mana 30 qancha bo'ladi? 1 soat u 1 hour and 30 minutes ketdi deylik, mana 1 soat u 30 minut ketdi. Ishlab bo'lgandan keyin nima qilasiz? Endi qarang. Have one of your friends check your work. Mana shu yerda bola, mana have something dan iborasini qo'llayapman. Have something dan degani biror kimga biror ishni nima qilish, qildirtirish degan ma'noni beradi. Ya'ni ishlab bo'lganingizdan keyin readingingizni, listeningning farqi yo'q. Nima qilasiz? Do'stingizga tekshirtirasiz. Do'stingizga tekshirtirayotgan paytingiz tekshirtirasiz. Masalan, u endi sizga nima qilib beradi? Tekshiradi-da. Aytaylik, aytayapti,
sen topding masalan 24 ta nechtadan? 40 tadan. Ya'ni bu degani bolalar sizda nechta xato bor? 16 incorrect answers. 16 ta demak xato javob olgansiz reading ichida. E'tibor beringlar, 16 ta xato javobni siz qaysi vaziyatda olyapsiz? 16 ta xatoni siz bolalar 1,5 soat ishlab, mana qarang, 1,5 soat ishlab, lug'atlardan foydalanib, hamma yoqda chiki-chiki qilib ishlagan vaqtingizni olyapsiz. Endi bolalar listeningni holatida ham bu narsa sizga mana yaxshilab eshitib qo'yinglar. Shu yerda aytib ketay. Mana listening case'da, listeningni holatida. Qarang, do not play the audio until you are 100% clear about the masalan meaning of the questions. Qaranglar, ko'plaringni mana sal toshib kalla qo'yadigan joylaring bor, mana shu yerda ham. Listening ishlayotgan paytlaringda bunday qilasizlar. Masalan, extract olasizlar. Extract savol turini olasizlar. Mana masalan aytaylik, qayerda bor ekan? Mana extract olasizlarda, mana qaranglar. Hozir chop turibman. Mana extract olasizlarda srojni audioni qo'yib yuborasiz. Audioni qo'ysangiz, hozir senda now you have some time to look at the questions degan vaqtda mana ularga qarashni boshlaysizlar. Bolalar, bizning maqsadimiz sifatga ishlashda, songa ishlash emas. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni buni qilmanglar. Audioni qo'ymang. Birinchi nima qiling? Audioni qo'ymasangiz o'qib oling. The woman states that ayol aytayaptiki, her children enjoyed stories, read to them. Uni bolalari ularga o'qib berilgan storylardan maza qilishar ekan. Okay, tushundim. Other parents are likely to read these stories. Qolgan ota-onalar bu hikoyalar o'qishga moyil bo'lar ekan. Okay, A da bolalar maza qiladi dedi, B da ota-onalar o'qishni afzal ko'radi deyapti. C da aytayapti, more parents should do this reading. Ko'proq ota-onalar qilish kerak. Endi mana C da ota-onalar soni ko'pligiga urg'u beryapti va buni should, ya'ni qilish kerak deb turib, qanaqadir modal fe'l bilan berib ketyapti. Uchalasini o'qidim. Uchalasining bir-biridan farqini topib oldim, farqini ajratib oldim. Endi mana men masalan 22-savolni o'zini ishlasam bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni qanday bo'ladi deb aytaman. Katta harf bilan yozaman. Individual iloji bo'lsa approach to each question. Har bitta savolga kerak bo'lsa bolalar individual approach qilib chiqinglar. Har biriga bittadan yondashib chiqing. Mana 22 ni qo'yaman, eshitib turamanda. Masalan, A ni ham aytadi, B ni ham, S ni ham aytadi. Ikkitasi xato, bittasi to'g'ri bo'lishi mumkin yoki ikkitasi, mana bittasi to'g'ri, bittasi xato va bittasi eslatmay o'tib ketishi mumkin. Mana shuni men eshitib turamanda, topmagunimcha qo'ymayman. Mayli, masalan 22-savolga 5 minut vaqtim ketadi, lekin men mana shuni topsam, qachon keyin 23 ga o'taman. Tushuntira olyapman-a? Bu bitta extract holati, extract ko'pchilik so'radi, qana ishlashdi. Shoshilib, haligi quruq qolganda bir narsadan audioni qo'yib olib, keyin ishlashga tushmanglar. U narsa u metod yemaydi. Agar siz extract ishlanadigan darajada bo'lsangiz, masalan siz listeningiz IELTSdan 7,5 yoki multi leveldan 66 tam 70 chiqayotgan bo'lsa, o'shanda bitta qo'yib olib ishlasangiz bo'ladi. Lekin hozir levelda B2dan C1 ga oshirish kerakmi yoki B1 dan B2 ga oshirish kerakmi? Bo'ldi. To'xtab, shoshilmasdan keep calm everybody and read everything in detail and then start the audio. Tushuntira olyapman-a bolalar? Mana shunday qilib ishlashimiz kerak bo'ladi. Shoshilish sizlarni bolalar bu yerda chopadi, to'g'risi. Mana olib tashladim. Endi bolalar biz nima qildik? Listeningni ham o'zi nima qilib oldik? Nima demoqchi edim? Listeningni ham shunaqa qilib ishlashimizni tushuntirdim. Ozoda audioni yoqqanman, o'zimni ekranimni zapis qilyapman. Okay? Telegramdagidan ko'ra bu tiniqroq gap qiladi-da. Gap qiladi deyapman. Nima? Zapis qiladi. Xo'p, qaranglar. Endi undan keyingisi, bolalar, undan keyingisi. Mana listeningni ham ishlab bo'ldim. Masalan, 40 ta savolida ishlab bo'ldim. Bu ham допустим aytaylik, mana raqamda adashmasligimiz uchun 24 ta chiqdi 40 tadan. Ya'ni 16 ta kalla qo'yganman bu yerdan. Yeb qo'yganman 16 ta, masalan. Endi nima qilaman? Do'stim menga tekshirib berdi. Qarang. Friend does not tell the answers. Do'stingiz sizga javoblar aytmaydi. 16 savolsiz javobini bilmaysiz. Masalan, true false not given bo'lgan, siz true olgansiz, javob false yo not given. Mana shu vaziyatni o'zida qarang.
try to birinchi o'rinda qarang. Identify why that was a mistake. Mana birinchi o'rinda. Aniqlashga o'rning nimaga o'zim men xato qildim. Hali to'g'ri javob topganingiz yo'q bolalar. Masalan, mana hozirgi ekstraktimiz bor edi. Ekstrakt. Masalan, siz 22-savolga javob B bo'lgan. Siz 22ga javobda B olgansiz, lekin bu xato chiqdi. Do'stingiz sizga 22 xato ekan deyapti, A yoki C ligini aytmayapti. Endi nima bo'ladi? Endi bu yerda bolalar nimaga bu xato edi? Mana shuni topish kerak birinchi. Qaytadan borib eshitasiz mana shu listening. Eshitib turasiz. Masalan, other parents are likely to read these stories degan, lekin eshitib tursangiz, other parentlar likely to degan, masalan, moyil bo'ladi. Lekin moyil bo'lish haqida gap ketmagan. Boshqa ota-onalar ertaklar o'qiydi va hokazo degan, lekin moyil bo'lishini gapirmayapti. Miyaga tepdi, lampochka yondi. Beni bunaqa demagan ekan, men kalla qo'yibman. Deysilarda, qarang, mana shu aytibdi. Endi undan keyingi jarayonida qarang, nimaga bu xato bo'ldi degan savolni ko'ndalang qo'ygandan keyin, endi sizlar try to find the answer once again. Yana bir marta endi urinib ko'rasiz javob topishga. Haligi listening audioni eshitib. Tushunyapsizlar? Endi undan keyin endi yana ozgincha vaqt sarfladingiz, mana readingni ham, listeningni ham va hokazo vaqtingiz ketdi-da. Undan keyin bolalar check the answers by yourself. Endi o'zingiz tekshirib ko'rasiz javoblarni. Orqasidan ko'rib tekshiryapsiz. Endi menda 24 ta chiqdi, 16 xato bor edi. Bu xatolarni ko'rib, o'zingiz to'g'rilashga urinib ko'rdingiz, variantlar kamaygan bo'ladi. Endi narrow optionsda bizda hozir. Masalan, oldin A, B, C bor edi. Endi A, masalan, B ni xatoligini bildim-ku, yo A yoki C bo'ladi. Bu yerda ehtimollik katta-da, topish ehtimolligingiz. Narrow options bo'ladi. Optionlar soni kamaygan, toraygan demoqchiman. Mana shu holatda endi everybody, siz nima qilasiz? Narrow options qo'yganda endi bir marta tekshirsangiz, yana check qildingiz. Endi 24 ta emas, допустим, aytaylik 32 ta chiqdi. Ikkinchi marta javoblar xatolar bilgan holingiz ham ishlaydi, yana 32 ta chiqdi. Ya'ni nechta xato? 8 incorrect. 8 ta javob yana xato bo'lyapti sizda. Bo'lishi mumkin bu narsa. Do'stlar. Endi undan keyin nima qilasizlar? Qarang. Yana 8 ta xato turibdi. Demak, o'sha savollar siz yaxshi tushunmadingiz. Bu vaziyatda, do'stlar, bu vaziyatda try to understand why, masalan, those. Endi siz bularda 8 ta xato bor, lekin siz endi o'zingiz tekshirganingiz uchun siz nima qilasiz? Qarang. No answers da to'g'ri javoblar bilasiz-ku. To'g'rimi? Tekshirdingiz, masalan, B emas A ekan javob. Demak bu A bo'ldi ekan deyapsiz. Endi o'shada why those correct answers are correct. Nimaga o'sha to'g'ri javoblar to'g'ri? Endi mashitib ketib kelamiz. Nimaga men A olyapti javobga degan vaziyatga keldingiz. Endi eshitib turasiz, uni bolalar enjoy qiladi degan narsani, masalan, enjoy da aytib ketgan. Masalan, stories provide pleasure to the children of that woman deb ketgan, masalan. Hikoyalar uni bolalariga pleasure, mamnuniyat beradi deb ketgan, o'shan enjoyga sinonim bo'lib ketib turib, qarshi javob chiqyapti. Mashdan tepyapsiz. Ana endi mana demak A bo'lar ekan dedingizda, tushundingizmi? Mana shu etap bolalar siz tushunganingizni bildiradi. Endi do'stlar, aytishingiz mumkin, 8 dan hammasini tushunib olamanmi? Yo'q. Mana shu yerda bolalar, masalan, 2 ta yoki 3 ta qarang. Questions bo'lishi mumkin sizda, savollar bo'lishi mumkin, qarang. That you cannot understand by yourself. O'zingiz tushunmaysiz javoblarni. Masalan, to'g'ri javob A deb qo'yapti, lekin bu nimaga A ligini tushunmayapsiz-da. Ya'ni nimaga bu A bo'ladi? B'ga tortyapti degan fikrsizlanadi. Yoki bo'lmasam aniq A'ga bir tortadigan nima deydi, audioda bir kalit so'z eshitmayapsiz yoki enjoy nimadan kelib chiqib olyapti bu javobda degan fikr sizda turibdi hali. Ana endi bolalar, mana shu vaqtda bolalar 2 ga bo'lamiz. Mana shu vaqtda masalan qarang. Nima qilish mumkin? Shu vaqtda address your teacher, eng zo'r varianti address
your teacher. O'qituvchisiga murojaat qiling. Teacher, давайте bu savolni ko'rib bering. Tushunmadim, chiqmayapti deng. Yoki bo'lmasam agar script work qiling. Script for listening. Listeningning skripti bo'ladi orqasida. Skriptdan ko'rib zo'rlab tushunib olsangiz bo'ladi. Skriptga murojaat qilinglar. Agar bolalar siz Cambridge material ishlayotgan bo'lsangiz, bittarsa eslab qo'yinglar bolalar. Cambridge materiallari, Cambridge masalan 1 dan 17 gachasi multi levelda liboy mana part 1 part 1lar mas'ul, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Hammasiga Cambridge'dagi materiallar birga bir tushaveradi. Tushunarli? Men o'zim masalan multi levelchilarimizga o'tgan yil faqat Cambridge ishlatganman. To'g'risini aytsam. Multichilar Cambridge'dan foydalansanglar ham bo'ladi agar material topolmay qolsangiz mabodo. Xo'p. Agar Cambridge bo'layotgan bo'lsa qaranglar. Mana ashta ham qidirib beraman sizlarga. Qotayotgan bo'lsa, masalan Cambridge 13 ta mana bunaqa nimasi bor. Katty Sark degan readingi bor. Mana shu Katty Sarkda mana qidirsam, ieltsdeal.com degan sayt bor. Endi saytlar ko'p bu yerda. Prosta men ieltsdeal.com ga kirib, mana shu yerdan analizini ko'rib ketsam bo'ladi. Mana ochdim. Qaranglar. Mana masalan har bitta savolni tushuntirib chiqqanda bu yerda bu false bo'ladi, bu false bo'ladi. Xullas mana passage mana joydan chiqyapti va hokazo va hokazo. Cho'tki qilib tushuntirib, chaynab og'ziga solib qo'ygan. Shuni tushunib olsanglar bo'ldi. Lekin bu faqat Cambridge'da savollar uchun bor xolos. Mana shulardan ko'rasiz, yana 2-3 ta savolni ham eliminate qilib olasiz. Ya'ni bolalar qo'pol qilayotganda ielts.deal.com lekin buni qana topasizlar qarang. Just write the name of the passage on Google mana. Google ga prosta passage nomini yozinglar bo'ldi. Endi bo'la yana bitta narsa. Qo'pol qilayotganda bitta hozir men qanaqa nima ish bajaryapman? Har bitta savolni bolalar qarang, ishlashimdan oldin bittalab ko'rib chiqyapman, vaqtga qo'ymasdan, vokablari, grammatikasi 100% tushunib olyapman. Qarang, ishlashdan oldin. Ishlab bo'lganimdan keyin ham birinchi o'rtog'imga tekshirtiryapman. Keyin u xatolarni aniqlab chiqib o'zim tekshiryapman. O'zim ko'rib xatolarni aniqlab, nimaga to'g'ri, nimaga xato degandan keyin yana chiqmaganlar o'qituvchimga ham nima deb tekshirtiryapman. Ya'ni bu degani bolalar, you have to be an avenger. Avenger deb bilasizlar, qasoskor degan. Ya'ni tasavvur qiling, siz in a fight, siz bitta jangdasiz va uni aytaylik savollar bilan jang qilyapsiz. 40 ta savolni hammasini yengib o'tmaguncha bolalar qasoskor bo'lish kerak, to'xtamaslik kerak. Avenger degan so'zni bitta katta o'qituvchimiz ishlatuvdi, men o'shandan beri yoqib qo'ygan to'g'risi. Demoqchi bo'lganim bolalar, har bitta savolni yaxshilab ishlash kerak. Har bitta savolni ishlashdan oldin ham, ishlashdan keyin ham bo'yiga jigarini sug'urib oladigan qilib ishlash kerak va uni birortasini analizsiz qoldirmaslik kerak. Mana shu narsa bolalar, nimani reading listeningga preparationda eng boy effektiv usullardan bittasi. Shaxsan men o'zim birinchi 6.5 olganimda listening reading 7 6.5 chiqdi. Ikkinchi topshirganimda 7.5 8.5 chiqqan. 3 oy vaqtim bo'lgan orada 3 oy davomida shunaqa qilib preparation qilganman. Keyingi topshirganlarimda listening 9 chiqqan, yana bittasi reading 9 chiqqan. Mana shularga yetaklab borgan narsa bolalar, aynan shu practice-ni cho'tki qilish usuli bo'ladi. Vashcha ham anaqa bo'lmanglar. Masalan, prosta anaqani qilib qo'yib, readingni qilib qo'yib, bo'ldi, tashlab qo'yib, javob tekshirish u ish emas bolalar. Ish emas. Bekzod Mirahmedov aytgan, masalan, practice degani, qarang. Only do the test mana. Faqatgina testlarni qilib qo'yish bu practice bo'ladi. Masalan, mana 5 ta tushvara. O'tgan safar shuni misol keltirdim. Boshingizda 5 ta tushvara bor, 5 malingiz bor. Har safar practice qilganingizda 5 ta tushvarani qozondan olib turib, yana qo'yaverasiz qaytarib joyiga. Prosta sinayapsiz. 5 ta turibdimi? Ha, turibdi ekan. Ha, yaxshi. Endi bolalar progress degani qarang. Contribute da bu. Hissa qo'shasan o'sha nimalarga, tushvaralarga. Contribute to knowledge. Ya'ni bu yerda bolalar endi mana nima bo'ladi? 6, 7, 8, допустим 9 chuchvarasi bo'ladi endi. Chuchvaralar bo'ladi.
Ya'ni bola demoqchi bo'lganim 6 tada 6 ball, 7 ball, 8 ballgacha, ya'ni bittadan tushirib qo'shib boraverasiz, qachonki practice qilsangiz, progress qiladigan bo'lsangiz. Progress bu yana bitta sinonim bo'lishi mumkin. Qarang, proper analysis, to'g'ri analiz qila olish. Xo'p. Menimcha hozir men tushuntiryapman. Mana shunaqa bolalar usullar ketishimiz kerak. Endi listening bilan readingga bular test skilllar bo'yicha. Listeningni masalan listening skillni oshirish uchun nima qilish kerak? Listening skills. Qarang, ko'pchilik aytadi, mana podkast eshitdi, to'g'rimi? Podkast eshitdi yoki bo'lmasam, podkast eshitishni gaplashaylik, podkast. Podkastni bolalar, qarang, yaxshi bo'ladi eshitsangiz, iloji boricha masalan qaranglar. Men mana birinchi boshida maslahat beray. Cambridge materiallarda qaranglar. IELTS ekan. Part 4si 4-partda har doim lecture bo'ladi, leksiya bo'ladi. Mana shuni eshiting. Listen to it as podcast. Podcast sifatida shuni eshiting. Qarang, men sizlarga tushuntirib beraman. Nimaga? BBC Englishlar yoki boshqa qanaqadir radio-padiyodagi podkastlar ham yaxshi, ular yomon deganim yo'q. Prosta bolalar, ular IELTS uchun tayyorlanmaganda. IELTS o'zi masalan porядкаga alohida mikrofonlar bilan, masalan ikkinchi til o'rganuvchilar eshityapti degan мнение bilan, shu fikr bilan podkast nima deydi, trek tayyorlaydi, o'shani chiqaradi. Va aynan imtihonda ham sizga o'shanaqa nimalar tushadi. Ya'ni audiolar tushadi. Demoqchi bo'lganim bolalar, yoki mana multi-level'nikini eshiting, FC'larnikini. FC'lar aynan o'sha test uchun tayyorlagan va sizga o'shalar tushadi. Podkastlarda ham masalan eshitsangiz bo'ladi, lekin men bu ham bitta nima yangilikda sizlarga. Eshitsangiz bo'ladi shularni o'zining podkastini. Hammasi masalan qiziqarli mavzular beradi. Yana bitta tarafi bolalar, qarang. Active listening qilinglar. Mana. Active listening skills ni qilamiz ekan, qaranglar. Active listening qilinglar. Active listening qilgan qarang. Understand what is being told. Nima gapirilayotganini tushuning. Ya'ni bolalar absorb meaning, ma'noni tushuning. Bunday narsalar men hayron qolaman. Odamlar ko'chada ketayotganda podkast eshitib ketadi. O'rtoqlari bilan qaqadir ketyapti o'zi aslida, lekin naushida ahvolgan podkast eshitib yuribdi. O'sha bitta podkast tugatib qo'ysa, o'zi ma'nosiga ham tushungan yo'q, nima deyotganini bilgan ham yo'q. Hayolida men bo'ldi, bitta podkast tugatdim, o'sha listeningim oshyapti degandek bo'yiga fikr bilan yuradi. Unaqa emas bolalar. Podkast eshitish, tushunishga eshitish kerak. Ya'ni mana menga aytsalar, recycling haqida podkast bor, masalan 6 minutligi. O'shani qulog'imga taqdim. Ko'zimni yumib, masalan, xotirjam, nima deyotganini tushunib eshitadigan bo'lsam, mana shu active listening bo'ladi. Dishtoq yuvayotib, ko'chada ketayotib, tam yana nima? Uyda yer chopayotib podkast eshitish unchalik ham masalan effektiv emas bolalar. Mayli eshiting, yomon deganim yo'q. Prosta ana Bill Gatesmi, Steve Jobsmi gap bor. You don't have to work hard, you have to work smart. Ya'ni aqlli, mana qiynalib ishlashing shart emas, aqlli ishlashing kerak. Ya'ni podkast filmda eshitib, passiv qilib o'rgangandan ko'ra, chotki qilib eshitinglar, aktiv bo'lsa. Okay? O'shanda masalan foyda istayman. Endi bolalar, listeningga mana hozir o'sha yarim soatdan beri sayrayapman. Nima? Readingni ham tezroqda gapirib berayda. Pastda nimalar bormi? Ekstrakt bor ekan. Mana. Endi bolalar, readingga ham ozgina tezda gapirib berayda hozir. Ham bu videoning megabayt ham katta bo'lib ketadi. Ba'zida tortalmaydi. Hammani o'ylash kerak. Readingda endi bolalar, qarang. Active reading ham qilib turing, analizlardan tashqari. Bu active readingiz qanday bo'ladi? Mana read articles. Artikellar o'qing. Endi mana shu artikellarda ham bolalar, qarang. Cambridge passages qilib olinglar. Cambridge'dagi masalan passagelar, mana допустим, mana Cambridge 12 ni ochyapman. Cambridge 12 ni masalan test 7 tani reading passage uchi music and emotions ekan. Musiqa va emotsiyalar. Siz hozir bu yerda musiqa bilan emotsiyalar o'rtasidagi bog'liqlik, ularni bizga qiladigan ta'siri haqida nimalardir o'qiysiz. Mana bitta sizga qiziq
ma'lumot. Yoki passage 1da flying tortoise haqida gap ketyapti, ya'ni uchar toshbaqalar. Bu uchar toshbaqa yo'q, lekin qaysidir bitta mavzuni toshbaqalarga bog'lab ular uchishiga haqida gap ketadi bu yerda. Juda ham qiziq tekst. Shuni o'qisangiz bo'ladi. Nimaga bolalar men aynan Cambridge Passage aytyapman? Chunki bular qarang, tailored degan so'z bor. Tailored degan so'z bor. Tailor degani o'zi bilasizlar nima? Chevar degani. Tailored degani bolalar qanaqadir purpose bo'yicha maqsadga keladi, aynan o'sha uchun qilingan degan. Ya'ni aynan o'sha uchun dizaynlashtirilgan. Cambridge Passage'lar tailored to masalan IELTS takers and ESL learners. ESL degani English second learning degan. Second language. Ingliz tili ikkinchi til bo'lgan, masalan bizga birinchi til ona tili, ikkinchi til ingliz tili bo'lsa, ona tili o'zbek tili, ingliz tili bo'lsa, aynan biz uchun qilinganda ular Cambridge Passage'lar. Ya'ni ular qarang bunday qilishadi. Shuni ham aytib ketay. Siz допустим internetdan olaman men artikel demoqchi bo'larsiz. Mana oxirini mana ko'rsatyapman sizlarga. Qaranglar. Acknowledgement degan qismida bular aytib ketgan. Bunda acknowledgement bormi ekan? Shu yerda ekan. Mana masalan official guide oxirida mana acknowledgementlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, acknowledgementlarda xo'p, mana masalan mana aytdi. Qaysidir bitta nimani 220-betdagini 232-betdagi New Scientist degan jurnalni olishgan mana. New Scientist. Ko'ramsizlar? New Scientistdagi qarang bitta passage olishadi-da, uni keraksiz qismlarni olib tashlaydi. Ichidagi ma'lum bir o'ta ham qiyin bo'lgan so'zlarni olib turib, o'rniga osonlashtirishadi. Soddalashtirib, test ishlayotgan odam tushunadigan holatga keltirib berishadi. Ya'ni aynan IELTS reading holiga kelguncha ancha o'zgartirish kiritiladi. Nima maqsadda? Ko'rayotgan, uni ishlayotgan odamga o'ta ham oson emas, prosta tushunarliroq bo'lish maqsadida qilishadi. Siz internetdagi artikelni o'qisangiz, u qiyinroq bo'ladi. Tushuntira olyapman? Ya'ni Cambridge Passage'lari aynan siz uchun qilingan, o'shani o'qib olish kerak artikel sifatida bolalar. Tushuntira olyapman? Buni o'qish ham qanaqa bo'ladi? Qarang. Birinchi etap just read, prosta shuni o'qib chiqing. Masalan, 5 minut ketadi. Ikkinchisi, qarang, read with vocab. Keyingi safar vocab bilan o'qing. Vocab har birini tarjima qilib chiqing. Ma'noni tushungunizcha. Endi bu bittadan vocab ko'rib chiqyapsiz, orada mo'j 20 minut ketadi. Undan keyin qarang, read to understand. Qarang, birinchi o'qigansiz zo'r tushunmaysiz, bilmagan so'zlaringiz bor. Prosta bundoq nima deydi? Qarang, to get an idea. Prosta bitta g'oyasini olishni o'qiysiz birinchi. Keyin vocab bilan o'qib chiqasiz. Endi vocabni ham bildingiz, g'oyani ham oldingiz, 3-marta tushunish uchun o'qiysizlar. Nima haqida gap ketyapti o'zi? Vocabni bilganingizdan keyin yana ham qirrlar ochirish boshlaydi. 4-martasida bolalar, qarang. Read to enjoy. Endi bunda men ma'lumot olishni xohlayapman degan maqsadda o'qiysizlar. O'sha berilgan nima? Reading. Keyingi etaplari masalan oxirgisi bo'lishi mumkin. Talk about the passage as a speech masalan. Speech qilib gapirib bersiz bo'ladi. Masalan, in this reading passage I learned about flying tortoise. Which is about something and something. Masalan, bu men flying tortoise o'rgandim. U mana haqida ekan, prosta gapirib bersiz bo'ladi kimgadir. Nimaga gapirib bering deyapman? Chunki siz mashincha vaqt sarf o'qigandan keyin u vaqtda ideya bor, g'oya bor-da, miyada vokablar bor. O'shani qo'llab masalan 2 minut, 3 minut gapirib bersiz bo'ladi. Buni qilish orqali yana ham yaxshiroq esingizda qoladi. Ham speakingizga ham ozgina foyda beradi. Xo'p do'stlar, ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Menimcha shu yerda darsni tugatsak ham bo'laveradi. Endi hozir mana chatdagilar men zapis to'xtataman. Buni shundoqcha yuklab beramiz. Dars qilib, o'sha ras yarim soat bo'libdi. Endi keyin sizlar savollarga javob beramiz.